2020-yil Latviyadan Polshaga kelib 41,000-42,000 AQSh dollari pul ishlab oldim. Bu qaysi sohada? Erkaklarga xos qassobchilik sohasida. Menga xizmat qilmasa men nima oldim deydi. Pulini men bilaman ko'pligini. Ha, endi buni oldamasdan chiroyli, to'g'ri so'z, mehnat qilsa bo'ldi. Bugun birinchi ishxonamni ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda avariya bo'lib ketganmiz. 12. Shepa 12? 12. 12 ta. Men Dilshod Isanov, Polshada ishlar kanali. Xush kelibsiz. Xo'p, bu yerlar o'rmon asosan. Biz Polshaning Belovestok qandaydir ma'noda viloyatidamiz. Chekka qishloqlarda juda ham tinch joylar. O'zbeklar kelishi amrimahol. Mana bu chap tarafga qarasangiz, o'zi mahallalar boshlanyapti. Mana shu birinchi uy, mani polyak birinchi boshlig'im, ya'ni shefimning uyi. Otlari bor mana. Hozir kirib, chiroyli hamma bilan obzor qilamiz. Bu yerda o'zbeklar ham. Mana bu yerda avariya bo'lib ketganmiz. Juda ham qattiq burilish, shoshib kelib bu yerga videosini chiqarib qo'yamiz. Mana shu joyda men avariya bo'lib ketganman, shoshib kelib. To'g'riga tushib ketganman. To'g'riga. O'ng tomonam dala, chap tomonda, bu yerga o'zi mollarni kirgizib yuboribdi. Bu yerda otlar bo'lardi. Va men bu chap tarafdagi ishxona o'zi qassobxona, katta molxona. Shu yerda ishlaganman. Hozir bu yerda darvozani ochamiz va ichkariga kirib boramiz va bu yerni, mahallani chiroyli obzor qilamiz. Bu yer qassobxonamizni parkovkasi. Bu yer xo'jayinimizning uylari, ya'ni polyakda uyi. Bu dalada ko'pincha otlar yurardi. Xo'jayinimizning otlari yurardi. Hozir ko'z tegmasin, biznesini kengaytiribdi va mollar ham qo'shibdi. Mana shu yerlarda 2020-yil, 21-yil Latviyada student bo'lib o'qib yurgan vaqtimizda kelib, shu yerlarni topib ishga kirganmiz. Meni ishga bir do'stimizni olib kelgan. Mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsa, men u kishidan juda ham roziman. Mana shunday darajaga kelishimizga o'sha kishi sababchi bo'lib qo'ygan. Xo'jayinimizni hozir mashinalarini ham ko'ramiz. Bu qassobxona. Xo'p, ikkinchi qavati o'zimizda vatandoshlar turishadi, yashashadi. Men o'zim ham mana shu yerda xonam bo'lgan. Anjoli bratlar birgalashib oqibat qilib turardik. Hozir ular bilan ham chiqib so'rashamiz va qancha pul topyapti va 41,000-42,000 AQSh dollarini qancha vaqtda ishlab topganman, hammasini ko'ramiz. Qani ketdim, men sizga qassobxonani to'liq obzor qilib beraman. Ketdim. Chap tarafdagi shefimning uyi, o'ng tarafdagi, ya'ni shef bu yerda Polshada, mana O'zbekistonda hurmatli boshliq, hurmatli direktor, hurmatli janob deb aytishadi-ku, Polshada shef bo'ldi. Biznes egasi shef deyiladi. Bu paxta qo'yishdan emas yoki boshqa narsadan emas, shunchaki shef. Polyaklar ham shef deydi, bizga ham shef deb o'rgatishgan. Men hozir bu polyakda qo'lda ishlamayman, lekin shef, mana shunday shef bo'lib qolib ketgan. Shefning akasining uyi, shefning o'zining uyi. Qani yuringlar, shef qanaqa reaksiya bildiradi? Biz ham o'zbeklarga uyini obzor qilishimizga qani ko'ramiz, qani ketdik. Hamma texnikasi bor. Traktordan tortib kombayn. 7-8 yoshli qizi bor, qiz bola. Traktor haydaydi. Bolalar traktor haydaydi. Agar qani so'raymiz. $222 Mers. Buni o'sha biz ishlayotgan vaqtda eng global mashina sifatida haydab yurardi. Xo'p, bu u yerga borib kelishga bu shepovaniki, ya'ni shepimizni ayollarniki. Buni esa men ishdan ketgandan keyin olishdi. Ya'ni borgan sari rojlanib boryapti. Plus hammasini ichiga mana shu go'nglarni bosib, men bu kir oyoq kiyimlarda molni bo'qlarni bosib 222 ni ham haydaydi. Men bu X7 ni ham haydaydi. Men doim aytaman. Menga qara deyman, sen men bu kiyimlarda chiqib haydab yuribsan deyman. Bir joning achimaydimi deyman. Kuladi. Menga xizmat qilmasa men nima oldim deydi. Mana misol uchun 222 ni oldidan kelib yaxshilab qarasangiz, polirovka o'zi qolmagan. Keramikasi yo'q bo'lib ketgan. Endi X7 ni mana shu ahvolga solyapti.
Xo'p, ko'rdinglar, hammasi samimiy. Xo'p, shefimizdan hozir bir og'iz o'zbeklar qandaydir bir og'iz so'raymiz, keyin o'zimizning vatandoshlarni oldiga boramiz. Shef, teraz prawda mówi, tutaj Uzbek chłopaki pracują, tak? Tak, pracuję. Prawda mówi, jak oni pracują, ligacie on i nie ligacie, wszystko Dobrze dobrze. работаю, luks, bardzo dobrze. Ile lat temu ty pracujesz Uzbeka? Ile lat? 10 lat. O kurczę, 10 yıl? 10 lat, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. 10 lat 10 lat. Uzbeka nacjonalist pracuje tutaj. Tak. Ile sztuka teraz Uzbeka? 12? Şepe 12? 12. 12 ta. 12 ta Uzbek, aş polyakda qo'lida ishlaydi. Buni dobriyligini ko'rib turibsizlar, bu zo'r. Dilshod aka, xo'p, biz hozir qayerdamiz? Ishxonani oldini bir chiroyli tushuntirib bersangiz vatandoshlarimizga, men qo'limdan kelgancha tushuntirdim. Dilshod akamiz Andijon viloyati Andijon shaharida adashib 4 yildan beri ishlayapsiz, ha? 3 yildan. 3 yil. 2022-yil 4-marta. Polsha vizalarini oldilar va telefon qildilar. Sizni o'zimizni olib keldik ishxonaga. Boshida qassobchilikni bilmasdilar. Noldan o'rgandilar. Birinchi faqatgina ishxonada molni itarib olib kirardingiz. Xolodilnikda turardingiz. Qalin kiyinib, ishni bilmagan odamga qiziqda birinchi o'rinda xolodilnik topshiriladi. Nimaga? Faqatgina molni liniyalarda itarib yurasiz. Qo'lingiz bilan, barmog'ingiz bilan, shunaqa. Keyinchalik hamma kategoriyasini o'rgandingiz. Hozir nechta liniyani bilasiz? Hozir bitta, ikkita, uchta, to'rt, beshta liniya. 5 ta liniya. Shuni bir og'iz tushuntirib bersangiz. Mana misol uchun kirish qismi ishxonani oldidamiz. Mana kirish qismi. Aha. Kirasiz. Birinchi byuro. Birinchi byuro. Xo'p, yo'q, bu tomon. Bu tomon mashina keladi. Aha. Fura keladi, go'sht uylanadi. Fura mamdu teskari. Teskarimda kiriladi. Aha. Oldi ochiladi. Yoq ochiladi. Aha. Yana go'sht tushadi. Bu joy? Bu joy kirish xoti. Xo'p. Bu yerga kirganda chapda, o'ngda xolodilnik bor. Til, go'sht. Bu fura nimaga kutib turibdi? Bu fura shepni furasi. Bilmaysiz nimaga kutib turganini. Yuk mashina go'sht zakaz qilib qolsa, yuklab olib ketiladi. Aha. Orqada prinsipi bor. 3 yil davomida ishlab kelyapsiz. Ta'sirot qalay? Faqat Ta'sirot qarang, yaxshi. O'zbekistondan kelyapsiz, shu joyda ishlayapsiz, shu joy sizga ma'qul bo'lyapti. Mana 3 yildan beri nima ta'sirot? Shef qanday, ya'ni boshliq? Shef yaxshi. Aha. Ayoli ham yaxshi, ishchilar ham yaxshi. Bu yer oilaviy biznes-da, ha? Oilaviy biznes. Oilaviy biznes. Oilasi shu mol so'yadi, go'sht sotadi. Undan tashqari orqa tomonda, orqa tomonda otxonasi bor, moli bor. Qiziqadi. Ot biznesi bilan ham shug'ullanadi. Shug'ullanadi. Har yili ot ko'paytirib sotadi adashmasam. Ot ko'paytiradi, sotadi yo ko'paytiradi. Shu biznes ash ot. Oilaviy har kuni ash otxonada ular. Tushunarli. Bu tomonlarchi? Bu tomonlar endi o'ylaymiz, bisketamiz bor. O'sha yerda shanba, yakshanba dam olamiz, shashlik pishirib. Bisetkada. Ha, bolalar bilan. Go'sht tekin, ha? Go'sht tekin. Har juma go'sht beradi. Necha kilo go'sht yeysizlar bir kunda? Yo'q, endi bir kunda. Serios, men bilaman, qo'ysa aytavering. Endi har bitta odamga 2 kilodan go'sht beradi. Mana bu toychoq kimniki? Bu toychoq ukamizniki. Ukamizniki. Assalomu alaykum. Bir ovozini eshittiring. Mashinangiz narxi qancha? 7000. Ya'ni $2000. Hozir ovozini eshitamiz. Lasetti sport qilib olishgan bo'ldi. Gaz bersin. Mana shu mashina $2000 turadi. O'zimizni bolalar, anjoli bolalar olib, havaskor bolalar tuning qilib, motoriga pul tiqib, mana shu Belovestok viloyatining ko'chalarida ko'cha bolalari tungi bezor bolalar bo'lib yurib qo'yishadi. Polyaklar indamaydi. Xo'p, Mishaka, biz ishxonani ortki tomoniga o'tdik. Xo'p, mol kiradigan tomon mana shu tomon. Mana shu tomondan kiradi. Nimalarga kirishadi, kamazlarda o'zlari. Tushunarli. Bu tomonlarchi, bu texnikalar. Bu yer tuzlaydigan xonamiz mana bu. Bu yerda mana
Go'ngi tushadi. Mana qara. Mana tuzli. Mana rashanaga Nima tuzlanadi? Qorinni tuzlashadi, qorinni tuzlashadi. Katta qorin? Katta qorin. Yo, 9 qorin. Ha, 9 kichkinani. Ha, kichkinani 9 qorinda. Ana, o'sha ichkarida ham bor, o'sha 9 qorin anaqalar. Va 9 qorinni bilmaydiganlar uchun marhamat. Ne beradi? Jinday qorong'uroq mana. Tuzlangani mana anaqa bo'ladi. Ichkarini ko'ring. Mana tuzlangani mana. Mana shunaqa tuzlab. Bu qayerga ketadi? Buni Xitoyga olib ketishadi. Mana shu o'zlari biznes nimalar olib ketishadi. Xitoyga. Ha. Mana shu tuzlaydigan Tuzlanadi. tuzlashadi. O'zimiz tuzlaymiz. Qachon olib ketadi? Yo, ish tugagandan keyinmi? Ish tugagandan keyin o'zi nimalari bor, olib ketadigan klientlari bor, o'zlari olib ketishadi. Qaramiz, mana shu qaradan foydalanamiz. Qaran nimaga ishlatasizlar? Qarani mana shu payannilarimiz bor, payanni deymiz mana ularda. Bu yashiylar. Yashi deymiz o'zimiz o'zbek tilimizda. Bular tilida palachcha payanni deydi. Payanni deb kelib olamiz mana shu yerga. Yurgizib. Bu yerda mana molni haligi mashina olib kiriladi. Pichoqlarni mana bu yerda o'tkirlaysizlar. Pichoqlar o'tkirlanadigan joyimiz bu yer. Mana yer anaqa pichoq o'tkirlaydigan joy mana. Mana yoqamiz. Pichoqlar o'tkirlanaveradi. Pichoq tayyor mana. Ishkuroling so'zilsa mashaqqatning oz bo'ladi. Pichoqni o'tkirsak, so'yib yengilgina og'ir ish qilinmaydi. Bo'ldi. Eng glavniysi mehnat. ya pichoq o'tkir bo'lishi kerak, mehnat. Ha, ishkurolik so'z bo'lsa mashaqqatingiz oz bo'ladi. Bu yerlar? Bu yerlarda mana mol keladi, mana shu yerga furani orqasi bilan qo'yadi. Mana bu yerga olib kirib ketilaveradi. Hada. Anadan tarozidan o'tib tarozda yoziladi. Mana bu yer tarozi. Ichkariga kirib ketiladi. Bu yer taroz. Ha, tarozdan ichkariga haydalanadi, o'sha bu yoqiga o'sha ichkariga to'planadi. Sizlar kutib olasizlar. Ha, to'planadi. Yo'q, o'zlar olib kiradiganlar отдельно biz ichkarida ish qilamiz. Bizga tayyor so'yilib keladigan mollar, ichki nimalarini, yog'larni Bu yerlarga yig'iladi menimcha. Ha, bu yerlarga yig'iladi. Mana Bu yer hozir remont ishi bo'lyapti. Mana. Remont bo'lyapti. Ha, remont bo'lyapti. Hozir ichkariga to'planadi bu hozircha. Zo'r. Ana sharoit. Kelgan mol kirib sirazi so'yimga kirib ketadi. Sizlarga. Ha, turmaydi bu yerga kelgan mol kirib ketadi. Premo 50 ta molni kamida 5 soat ichida so'yib chiqarib yuboriladi. Xudo xohlasa. Eshitdingizlar? 50 ta molda 5 soatda o'ylanmasdan endi o'tkazadigan joylar bor. Masalan, 1 soatda 25 ta o'tkazadigan joy bor-ku. 1 soatda 25 ta so'yishadi masterlar. Mana. Bor, shunaqa korxonalar bor, lekin bizda uncha 25 ta o'tkazmasa, biz hammamiz o'zimiz qiynamasdan sekin ishlaymiz-da. Aha, bemalol. Kelishgan holatdan. Mana mollarni olib kelishadi bizga mana. Da. 12 ta sig'adi mashinga. 12 ta. 12 ta sig'adi. Ikkitalik bo'ladi, 24 ta sig'adi, 12-sini ulaydi. Oho. Mana shu joylar Bu mana shu shef polyakni texnikalari hammasi. Bu hammasi shu Merikni anaqalari, texnikalari. Ya'niki shefni ismi Merik. Ha. Merikni texnikalari. Marta ayol bo'ladi. Marta ayoli. Uy ham ro'paramizdagi. Da. Juda odamgarchilik, juda yaxshi, oqibati yaxshi. Samimi glavniy oldamasdan chiroyli, to'g'ri so'z, mehnat qilsa bo'ldi. Ha. Pulni qilsa bo'ladi, xudo xolasa. Ha, bu yerlarda meni mehnat qilgan odam rohat ko'raveradi. O'zbekistonliklar kelsa, misolga gap, mana siz ham 3 yildan beri ishlaysiz, ha? 3 yildan beri ishlayman, xudo xolasa. Men bitta joyda, nashada, bitta joyda ishlaymiz, xudo xolasa. Mana shu yerlar ishona, mana shu joylar ham polnisi Hazanga tegishli joylar, mana shu yerlardan ish beradi. Bugun dam olish kuni hamma dam oladi. Haligi urushda aytadi-yu, vayna abed deganda, Yevropada bu yer dam olgan kuni hamma dam oladi. Hatto mana bugun shanba, bugun какой-то bayram, mana Mazavetskiydagi magazinlar ham bekiydi. Bedronkalar. Kimdir yashirincha ochmaydimi? Ochib Yo'q, endi Ukrainalar bor haligi, o'zlar отдельно. Mana bu yerlarda itlar go'sht yeydi. Mana shu nimalari. Mana otxonalari. Xudo xolasa. Mana itlar.
go'sht yeydi bular, to'g'ri, kekirta, go'sht. Merikni omborxonasi mashalarida, hovlisi mana ot, mollariga hammasiga Bu nima bu? yem. Kipi? Yemda hammasini aralashtirib sabzilargacha beradi. Mana texnikalari o'ta kuchli. Bu kipemi? Kipe ya. Kepak. Bu otga adashmasam, ha? Ot, molga. Oho. Ha, bu yerda hali ot nimalariga kiramiz, anaqasi yursak ham bo'laveradi. Texnikalari ham juda zo'r mana. Anaqalarda mana masallar tayyorlaydi. Mana sharoit, mana texnika. Mana masallar mana shunday tayyorlab. Qo'y. Kim ishlaydi? O'zbek ishlaydimi bu yerda? Bu yerda to'liq o'zi ishlaydi. Ha, o'zi yakka ishlaydi, mana shu ishda o'zi Bu yerda- yakka olib boradi. Voy, mashalloh. Nimagaki, bizni ishimiz bo'ladi. Buni haligi nimasini tanishtiryapmiz. Otxona mana. otxonalar. Ha, fermasi, omborxonalari. Mana shular otlari. Aha. O'zi parvarish qiladi. Mashalloh. Demak, bu yerda sizlar ishlamaysizlar. Yo'q, bu yerda biz to'liq mol qo'yamiz, xolos. Xohlagan chiqib yordam bersa, masalan, pul qo'shib beradi oyligiga. Endi bu yillarga kelgandan keyin bu ish mehnat qilganda kelganmiz u. Hatto qayerdan bo'lsin, bu halol ish bu. Shedrida bu, shedrida bu. Masalalarni olib borib, mashalarga ham hop deb ishlab, Qoyil. oyligimizga pul qo'shadi-da. Bu otlarni sotadi, ha? Otlarni ko'paytirib sotadi, katta qilib. U mana otlarni kattalari bor 10 yillarda. Zotlar, buni zot chiqaradi bulardan. Mana. Bu ko'paytirib, endi keyin mana toy qilib beraveradiganini beradi, aylantiradi. Mana ichkarida ham bor. Qoyil. Mana toylar. Mana kattalari ham bor. Qoyil, mashalloh. Aha. Mana ular rosa katta otlar, mana shu zotli. Qoyil. Bu prezident otlar-yo, nomi. Shunaqa deganda bir. Merikmi? Inshaalloh. Otlar juda esli. Esli ekan, ha? Esli. Ishlamaydi. Qoyil ekan. Ha, bu yog'i O, mana prezident ot aytmoqchi. Buni endi parodasini kim biladi, men bilmayman. mana shu mashinadan chiroyli chiqadi mana. Mana chiroyli ko'rinadi. Prezident oti nomini shunaqa deganda. Mashalloh, kattaligini. Shularni. Mashalloh. Ot zo'r. Zo'r ekan. Suv ichibdimi? Gazvodami? Yo, anonimda ichgimda esa suv tushadi. Qaranglar. Mana buni bosadi sigir. Ana suv tushadi. Ko'rdinglarmi? Bizdagi fermerlar qalay? Bizda ham bormi shunaqa texnologiya? Menimcha bo'lsa kerak. Bor. Bundan ham Bormi bizda ham? Ha, bundan ham kuchlilarini chiqaryapti hozir. Zo'r gap yo'q. Bizda O'zbekistonda rivojlanishlar kuchayib ketgan bizda. Shunday. Lekin Har bir molda pasporti bor. ha, o'zini nimasi bor bularda. Qoyil ekan. Mana mashinlar bu yerda прогулка joyi, otlar bilan mollarni qo'yib yuboradi mashina. Ha, bu dalada yuradi. Ha, yuradi mashina, polностью. Bu merik ish beruvchi, ish boshqaruvchi fermerda katta. Mana shu joylar polni mashinaga qarashli-da. Fermerda, yerlari bor. Tushunarli. Yuring. Ha, xudo xolasa. Xo'p, endi boya $41,000 ishladim deganga yetib kelamiz. Bu yerda o'rtacha men juda ham ishga kelganimda, ish o'rganganimdan keyin asosan shefga murojaat qilib, yana qo'shimcha ish berda ko'proq pul olishga harakat qilar edim oyoqqa turish uchun. Plus o'shanda 6000 zlot atrofida ko'pincha pul berar edi. Endi 6000 zlotni shu 2 yil davomiga to'g'rilasangiz, mana shunda jami 41,000-42,000 AQSh dollaridan ko'proq pulga men xuddi mana shu joyda 2 yil, 2,5 yil davomida ishlaganman.
Ha, o'rtoqlar. Sizlarni fikrlaringiz bizga juda ham muhim. Izohlarda o'z fikringizni bayon qilib ketishingiz mumkin. Polsha hayoti yana nimalarni yoritib beraylik, nimalarni o'z ko'zinglar bilan ko'rmoqchisizlar. Bu bizni ish faoliyatimizga turtki beradi. Hammaga rahmat. Hurmat bilan Dilshod Isanov, Polshada ishlar kanali. Sog' bo'ling. Hayotim qorong'u, bo'ldi yorug', ko'zlarim osmon, Toshkent turib oling.